Janubiy Koreyada turmush qurishda bir cheklov bor ekan. Agar yigit va qizda bir narsa bir xil bo'lsa, ularga turmush qurish taqiqlanadi. U nima? Bir-birini dinimi? Ne bu nima qilganing? Umpar! Noto'g'ri. Qong'uruq. Ochib qo'yibdimi senga? Noto'g'ri. Yosh. Qo'y, boshqa gapdan gaplashaylik. Noto'g'ri. To'g'ri javoblarni kommentariyaga yozib qoldiringlar. Asbob. Astagfirullah. Astagfirullah. Jini boqaman. Nima asbob? Atverkami? Malatokmi? Ikkalasi. O'g'lim, shu desang apparatini yo'qotib qo'ydim-da. Noto'g'ri. To'g'ri javoblarni kommentariyaga yozib qoldiringlar. Monis savdo do'konlarida 20-maygacha qaynoq aksiyalar boshlandi o'rtoqlar. Yuringlar ko'rib chiqamiz. Do'konimizdan siz 1,5 million va undan baland bo'lgan maishiy texnikalar xarid qilsangiz, mana shu lotatronimizda qatnashib, garantiyali sovg'alardan birini olib ketishingiz mumkin bo'ladi. Va 3 milliondan baland bo'lgan maishiy texnika xaridingiz uchun mana shu barabanimizda qatnashasiz va mana bu yoqda turgan garantiyali sovg'alardan birini yutib olasiz. Misol uchun menga hozir televizor Artel tushdi. Do'konimizdan istalgan maishiy texnikani naqd pulga yoki muddatli to'lovga xarid qilishingiz mumkin. Farqi yo'q, ikkalasida ham o'yin ishtirokchisiga aylanasiz.